Yoshligingda bocha bo'lamiz deb gap qilgan ekansan, mana bocha bo'ldi yo'q. Ko'p gapirma, qaynotamiz chaqiryapti. Dadajonimiz deb qo'y. Sen bitta jentiraga dadajon deysan. Men hayotda dadajon demayman. Yurchi bo'pti. O'g'lim yaxshimisiz? Dadajon, yaxshimisiz o'zi sog'liq, ahvoli zo'rmi? So'rash. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Anaqalar yaxshimi o'zlari? Yaxshi, hammasi yaxshi. Dadajon deb qo'yib, qiynalib ketding. Bo'yni. Nega qilishga sen dadajon demayman? Shunaqa oltindan qilish kerak, dadajon deganini bilmay qoldim. Dadajon chaqirib qo'yib o'tiramiz. Kimning futbol ko'ramiz? Futbol. Bu kuyovim o'jar chiqdi-yu. Bolalarim, yuringlar bir joyga o'tib kelamiz. O'g'illarim, bu yakka saroy Saramatina joylashgan yangi qurilgan uylar. To'g'ri xolos. Yuringlar ko'rsatam. Bu Detskiy. Aynan sizlarga mos xolos. Yana bitta Detskiy. Faqat bu Jenskiy turinglar. Bu Spanning. Dushi ham bor. Xolodilnik, duxovka, idish yuvadigan mashina, gaz plita, xullas hamma sharoit bor-ku. Xo'p, nima demoqchisiz? Siz Shu uy sotuvda ekan o'g'lim. Shuni sizga olib bermoqchiman. Dadajon, Ana! Dada deyapti.